yil dadamni erkatoy qizi bo'lib yashadim. Endi Allohga shukr, erimni qaynoqaynatamni erkatoy kelini va xotini bo'lib yashayapman. Bolalarimga qo'shilib bola bo'lish mazada, to'g'risini aytsam, sizlar ham bir marta bo'lsa ham bolalaringga qo'shilib bola bo'lgan bo'lsalaring kerak, degonajonlar. Albatta bunday deyishimga sabab ashaqdan mashaqa qarab kiyinib yo'lga otlanvordik. Bu yerga bolalar keladi desam adashgan ekanman. Bu yerga aksincha bolali onalar kelar ekan desa ham bo'laveradi. Degonajonlar, eslaringda bormi? Avvallari qishloqlarga, sentralniy joyga zooparklar kelib bir haftalab turar edi. Endi esa mana aksincha shaharning o'zida joylashgan bo'lib, hamma inson kelib bemalol hayvonot bog'ida sayr qilib yurish imkoni bor. Bolalarga berilgan va'dani albatta bajarish kerak. Qachondan beri katta o'g'lim olib boring deb aytayotgandi. Bekorga aytilmagan ekan, suv pastga qarab oqadi. Mehr ham shunday ekan. Allohga shukrki, ota-onalarimiz ham bizni shunday katta qilishgan. Bu yerga kelmagan odam bo'lmasa kerak. Balki bir yil oldin, balki bir oy oldin kelganlar kommentariyaga belgilab ketinglar. Esimda yo'q, lekin ko'p hayvonlarni televizorda, rasmlarda tomosha qilib kelardik. Bugun Jivoyni ko'rib bolalarimga qo'shilib juda xursand bo'ldim. Bu yerda yovoyi ayiqdan tortib, hattoki uy parrandalarigacha bor ekan. Degani bola yaxshi deb qochish dedi desa, katta o'g'lim qo'rqib ketdi. Maketligidan xabari yo'q, borib men ham ushlab ko'rdim. Jivoyga o'xshaydi tabiiy turishidan. Oilada baxtni tuymoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda atrofga boqing. Sizdan-da qiynalib, sizdan-da og'ir mushkullarda yashayotgan insonlar bor. Qo'lingizda narsani boriga shukr qilsangiz, Alloh bundan-da ziyodasini beradi. Shu paytda dadamiz ayaz qarang, siz shatda ham o'rtoqlaringiz bor ekan, qarang, tavba, har xilidan bor ekan deb mashladi ko'rsatib turibdi-yu. Nima deysizlar endi bularga? Degonajonlar, oqi deysizlarmi, chaqiri deysizlarmi, ko'p rasi deysizlarmi, hamma xilidan bor ekan. Dadam shunaqami, sizlarda ham laqablaring bormi? Degonajonlar, yorlaring nimaga o'xshatadi? Shuni kommentariyaga yozib ketinglar. Alloh taolo insonga 3 marta baxt, omad berar ekan. Ushlab qolish o'zimizning qo'limizda. Bu bilan nima demoqchiman? Qaysi ishni tanlamang, o'ziga yarasha mehnati bor. Buni haqiqatligini yillar davomida tushunar ekansiz. Kelmagan degonajonlarim albatta kelib ko'ringlar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Videolarni manzur kelayotgan bo'lsa, like bosib qo'ying.